Bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan biror kuni yo'q ekan. Qozondagi taomin tepib qochib ketar ekan, meshidagi suvini sepib qochib ketar ekan. Qarg'ar ekan onasi qilolmasdan epini, qirqib qochganida kir yoyadigan ipini. Hoy ipimni qirqmagil, qalbingga ilm to'lgur. Hoy meshimni teshmagil, Ka'baga imom bo'lgur. Hayvon dumin kesmagil, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lin to'smagil, Ka'baga imom bo'lgur. Demas ekan, juvanmarg, haromi, maraz, o'lgur. Bitta ekan qarg'ishi, Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt ketdi. Misli yel yo shabada shu ayolning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga.